Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Namangan shahar Lolada joylashgan yana bir obyektimizni santexnika ataplanish ishlarini yakunladik. Bu obyektimiz 75 kvadrat, 4 ta xonadan iborat, 2 ta sanuzeli bor. Общий shunda 7 ta radiator tushdi. Hozir kirib bitta xonani radiator montajlarini ko'rsataman. Bu o'ylanib polni tagida podvodi bor ekan, shunga montajlarimiz ham oson bo'ldi. Kirganda chap qo'liga derazadagi bitta panelli radiator qo'yib berdi. Podacha obratkalari ham diagonal qilib, keyingisi ishidan kirganda o'ng tomondagi mana o'rnashlari podver borligi uchun turbalar polni pastdan yurdi, ortiqcha buzilmadi uy. Qolgan xonalarga ham xuddi shunaqa derazaning tagiga radiatorlar qo'yilgan. Podvallar montajlari bo'lgan. Kotelniga o'tib, kotelni ham ko'rsataman. Akalar, mana kotelni ko'rsataman. Kotelni 2 ga 3,5. Kirganda chap qo'lli Qozog'istonda Garniak polavtomat 15 kilovatli kotelni uстановка qilganmiz. Sistemamiz doktorobniy tupik sistema. Podachi 60, obratkasi 50. Ranzasi shunda 10 bo'ladi. Kotelga suv qamashligi uchun sovuq suv kelgan. Rashpaklari. Dimxodlarni ham aytib o'taman. Dimxodlar 6 metr bo'lgan. Utepленный Ferrum firmaniki. Trani zaslonka ikkitasi birda qo'yilgan. Agar dimxod ichi tozalanadigan bo'lsa, ugarlari shu joyga yig'iladi. 3 ta gakesi bor, qo'lda bo'shatiladigan. Tagiga chelak qo'yib turib, zagruchkasini yechilsa, chelakka shuni tushadi, ya'ni bekitib qotirib qo'ysa bo'ladi. Kotelimiz utepленныйsiz, izolyatsiyasi yo'q ustida. 4 tomoni bekuvligi uchun kotelligimiz utepленный emas, kotel qo'yganmiz. Agar tashqariga qo'yiladigan bo'lsa kotel, utepленный kotelni tavsiya beramiz. Kotelni suvini tashlashlik uchun siliflari, podacha obratkasini o'ng tomon, chap tomonga to'g'ri keladigan bo'lsa, podachada ham, obratkada ham ichidan xuti bor. Obratka, podacha. Bizga kerak emas xodlarni zagruchka qilib bekitib qo'yganmiz. Angren kumurni zapravka qilganmiz. Ichiga mana 2 paqir tashlaganmiz. Hozir mana nomiga yo'nib turibdi. Kotelga 50 gradus berganmiz. Ventilatorimiz past mощностьda ishlab turibdi, bir xilda. Ventilator yonib uchib ishlamaydi-yu, bir xil mощностьda ishlab turibdi. Shu kotel uchun xo'p, UPS stabilizatorni qo'yib qo'yilgan. Qarag'anda to'p katta kishi keladigan bo'lsa, punkt upravleniyani kuydirib qo'ymaslik uchun stabilizatorni qo'yilgan. Obratkalarda sirkulyatsiya nasos, metallik filtrlar bor. Nasoslarini punkt upravleniyadan o'ziga ulab qo'yganmiz. Kotel ichidagi yangi yoqilganda suv gradasi 40 gradusdan o'tgandan keyin sirkulyatsiya nasoslarini qo'shadi. O'zi avtomatik. Agar 40 gradusdan past obratga kelib yangi yoqilganda shunaqa bo'ladigan bo'lsa, o'zi avtomatik nasoslarni o'chiradi. Kotel ichida isitib chiqarib beradi. Kimgadir shunaqa santexnika xizmatlari kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar, xizmatdamiz. Videomiz agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lib olasizlar. Ataplaniya qilaman degan tanishlaringizga jo'natib qo'yasizlar.